Bizga har bir hujayramizda sintez bo'ladigan ATF molekulalar energiya beradi. Aytgancha, bu molekula siz masalan hatto ko'zimizni ham ocha olmagan bo'lardik. Deylik, ishga shoshilayotganda ATFni yoqamiz. Undan adenozin, axlat qoladi. Bu esa charchoq molekulasi. U miyamizdagi retseptorlarni yoqadi va uning faolligini bostirib bizni charchatadi. Ammo retseptorlarni shunchaki adenozinni kofein bilan almashtirib aldash mumkin. Kofein o'sha ahmoqona o'yinda bo'lgani kabi adenozindan oldin stolda o'tirib uning bizni allalashiga qarshilik qiladi. Ammo biroz qahvadan so'ng yana uxlasak, adenozinning bir qismi retseptorlarni tark etib, 20 daqiqadan so'ng ta'sir etadigan kofeinga ko'proq retseptorlar qoladi. Charchoq molekulalari o'tiradigan yer bo'lmaydi, boshqa stol yo'q. Asosiysi chuqur uyquga ketmaslik va tetiklikni yo'qotmaslik uchun 20 daqiqada uyg'onish. Adenozin va kofein uyqungizni boshqarish uchun atigi bir juft modda. Aslida uyqu shunga o'xshash o'nlab moddalarning murakkab kokteylidir. To'liq sxema miyangizni portlatib yuborishi mumkin. Biz uni siz uchun o'rgandik va oddiy faktlardan boshlaymiz. Bu asab tizimidagi eng oddiy hujayra, neyron. Sizda ulardan yuzlab milliardi bor. Ular kimyo va elektr toki yordamida o'zaro muloqot qilishadi. Tom ma'noda tezdagi pnevmatik to'pponcha o'qiday soniyasiga 120 metr bo'lgan tok yordamida harakatlanadi. Shu sababli miya mushaklarga buyruq berishi bilan harakatlar bir zumda sodir bo'lgandek tuyuladi.